Tilla-da ovamiz. Mana bu ko'rding. Xo'p, sotmoqchimisiz buni? Mana shunaqa oyim Instagramda ko'rib qoptilar mana shu. Ha. Instagramdan ko'ribdilar. Mana shu. Bo'ldi. Xo'p, ko'rish kerak-da buni o'zi cho'ta rangi tillamasga ham o'xshatdi-yu. Men yozib qo'ygan ekan probasini. Xo'p. 416 proba ekan-da bu. Amerikanskiymi deyman-da. Xo'p, bunichi gram sal arzonroq bo'ladi 585 ga nisbatan 10 karat-da bu. Xo'p, buni gramini men sizga yozib aytaman, esimda olganman. Xo'p, 13.6 ekan. 416 bo'lamiz bo'lsa. Xo'p, 1 gramini men sizga 650 mingdan bera olganman. Probasi pastroq bo'lganini hisoblang. Ko'proq qilib 416 deb probasi. Xo'p, qarang. Общий hisoblab bering men sizga 13.6 650 mingdan. 8 million 840 ming bo'lar ekan, 8 million 900 qilib beraman. 9 million qo'ydim. 9 million. O'zi qimmat hisoblab beringda, necha ham pul beradi? 9 million qilsam sotasiz? Ha, sotaman. O'zi 18 dan oshganmisiz? Ha, oshganman. Yosh ko'rinarkansiz. Tilla o'ziga tegishli. Da, o'zimga. Xo'p, 9 millionga rozi bo'lsangiz, bo'ldi, beraman 9 million. Mana, bu yerda kelishilgandek 9 million. Rahmat, yana tillab olib kelaman. Bo'ldi, xo'p, xizmat ko'rsatamiz charchang. Agar sizlarga ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.